Xabaringiz bor. 60 kabutar loyihasi yaqin kunlarda va nihoyat Samarqandda bo'lib o'tadi. Bu tanlangan 60 nafar bolajonlarimiz boshqa bolalardan tubdan farq qiladi. Ular hayotda ham otasini, ham onasini yo'qotgan. Mehrga muhtoj, qiyin sharoitdagi, miskin oiladagi farzandlarimiz ular. Ularning boshini silash har birimiz uchun ulkan imkon, ulkan martaba. Ona yurtimiz bag'ridagi saxovatga muhabbati bor jamiki insonlarni ushbu xayrli amalga hissa qo'shishlari uchun quyidagi kartalarni e'lon qildik. Bu ehsonlaringiz bolajonlar hayotining yaxshilanishi, orzulari ushalishi, ko'zlari quvonchga to'lishi uchun sarflanadi. Ehson qiling yoki quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning. Imkoningiz boricha bu xayrli ishga hissa qo'shing. Zero har bir kichik e'tibor, kichik ehson ham bolajonlarga baxtli bolalikni hadya etadi.